Bugun oshxonaga bu o'lim, bu millat uchun o'lim. Men shuni o'lim deb qabul qilaman. Unda men siz oshxona restoranga nasiyaga savdo yo'q deb yozib qo'yibdi. O'la oshxonaga kirib, yo oshmidi, go'shtmidi, shashlikmidi, nima nasiyaga yegandan ko'ra piyozni tuzga botirib 3-so'rt qora bo'rkani olib yemaysanmi? Vijdonsiz, ori yo'q, g'ururi yo'q, nomusi yo'q. O'l. Shunaqa oshxonaga kirib ovqat yeydigan. Chetda bo'lsang, san o'sha kim bo'lsang. Ustivosh do'kon deylar ko'rsatyapti. Spiska to'liyot. Kattaroq do'konlarda 20 ming, 25 ming dollargacha nasiya odamlar bermayapti. Yo xo'zmanglar. O'sha turbani tortib, suv olib kelib, o'sha suvda torat qilgan torating torat bo'ladi deb o'ylaysanmi sen? O'sha xo'zmaydi pulini bermasdan yo santexnikni pulini bermasdan yo uyda ustani ishlatib rozi qilmasdan o'sha tomni tagida yo polni ustida o'qigan namozing namoz deb o'ylaysanmi? Hech qanday namoz bo'lmaydi. Yo ustosh kiyib olib uylanib yo ustoshni olib pulni bermay o'shani kiyib namoz o'qiganlar namoz deb o'ylaysanmi sen? Harom narsalar Xudoning nazdida najosat deyilgan. Ya'ni uyga olingan jihozlarning pulini bermay yo o'shalarni qo'ygan elektrik bor, santexnik bor, duradgor bor, devolkash bor, suvoqchi bor, pataloychi bor. Shularni haqqini bermay norozi qilib yoki kelishgan puldan ya endi o'tib berasan deb majburiy rozi qilib bergan. Men buni san degani bunaqalarni bir tiyin olmaslik kerak. O'sha uyingda o'qiyotgan ibodating, duoing ijobat deb o'ylaysanmi? Pataloydan tepaga chiqmaydi duoing sandaqalar. Sen qatdan bilasan desiz, payg'ambarimiz aytganlar. Harom bitta harom luqma yeganni 40 kun duosi ijobat bo'lmaydi.